Xudoga shukr, o'sha 77-qishloqqa ham kelib oldim. Okey, ну, necho mashinam yo'liga alam qotdi. To'g'ri, bilim bor, lekin bunaqa issiq joylarga olib kelgim kelmadi uni. Lekin yarmi issiq, yarmi mazza. Yo, jigarlarim, nima gap? Yaxshimisizlar, sonlaringiz yaxshimi? Sizlar bilan o'sha Mezzi Minecraft obunachilar. Yo, obunachilar, короче, nima desam bo'ladi? Men o'sha kechagi videoda aytgan ishimni qildim, yangi qishloqqa keldim. Mana iPhone 3 Pro va yangi telefonim oldim. Hozir o'zingiz aytganlaridek, короче, nima desam bo'ladi? 77-qishloq, короче, bu. Jitel, men ro'yxatda. Salom Jitel. Salom, nima gap? Yaxshimisiz? Albatta. Siz yaxshimisiz? Kimsiz mana? Albatta. Men ro'yxatda. Mana katta biloraman, ketdim, bo'pti. Okey. Mana mas. Assalomu alaykum, Jasharov mer. Alaykum assalom, nima gap? Siz kimsiz? Men bu qishloqqa yangi keldim. Sizning otingiz nima? Meni otim Mezzi, короче. Sizga uy kerak. Mana bu quliqli depasizlar. Choy ko'rdingizmi? Albatta. Короче, o'sha bitta Jitel turadi. U meni yordamchim. O'sha uy sotadi, короче. Okey. Bo'pti, короче. Ana quduqni tepasiga qanaqa chiqar ekan, sakrab chiqar ekan. Mana bu yerda darvo bor-ku. Jitel, rahmat. Xo'p, arzmaydi. Jitel, salom oldingmi? Siz kimsiz? Assalomu alaykum, brata. Nima gap? Siz kimsiz? Men, короче, bu qishloqda yangiman, mer etdi, короче. Siz meni yordamchi ekansiz. Menga yangi uy berar ekansiz. Albatta. Bitta uy bor, faqat u kichkina uy. Ну, menga farqi yo'q. Ataki pulim ko'payib ketganda katta uy ham olaman. Albatta, короче. Uy, 1.8 minut bo'ladi. Ну, okey, mana bir sak. Hozir mana 1.5 sak. What the heck? Men bir sakka, mana 1.5 sak oling. Короче, mana bu sizni to'g'ri ekansiz, yo'l bor-ku. Ana shu yerga borasiz, o'sha yerdagi eng oxirgi uy, короче. Ну, okey. Короче, bu yerga borsangiz dokument berib yuboradi. Okey. Bo'pti. Endi hozir bu yerga borsangiz bermaydi. Chunki 1-2 uygacha keyin beriladi. Ну, okey. Bo'pti, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bo'pti. Mana bu yerda mana bu yer ferma bor ekan, zo'r qilib qo'yishibdi. Okey. Mana oxirgi uy, mana shu. Bunda hisoblasak, mana shu oxirgi. Sotiladi deb yozilib qo'ygan. Mana shu bo'lsa kerak. Men sotib oldim. 7-uy ekan, demak. Ну, okey, buni ham bo'ldi, короче. Ana bu yerni qo'yib qo'yaman. Voy, yomg'ir ham yog'ib bordi-ku. Mayli, okey. Mana bu yerda rusi ham bor ekan, obunachilar. Ну, zo'r ekan. Endi menga instrumentlar kerak. Hozir men merolga borib ozgina suhbatini olaman. Bungacha yomg'ir ham tugab qolsa kerak menimcha. What the heck? Men ozgina suhbatingizni olsam maylimi? Albatta, keling o'tiring. Okey. Shunaqami? Bo'pti, okey. Yana sanar so'rasam maylimi? Albatta, so'ramaysiz. Короче, qanday instrument sotiladi? Короче, ana bu qo'shilsada. Короче, bitta o'rga qarasa bitta qo'shish turibdi. Okey, ber. Yomg'ir ham to'xtabdi, no'rim lekin. Assalomu alaykum. Nima gap? Siz sotar ekanmisiz? Instrument? Albatta, aramsanlarni qarang, temir narsalar bor ekan. Okey. Yo'q ekan. Unda
salom. To'xtang, mana buni qarang-chi. Bu ham yo'q ekan. Mana bu tepamdagi kirgan mana boltani ko'ryapsizmi? Albatta. O'shani oling. Okey, shunda masjiddan olsam maylimi? Albatta. Okey. Olmayapti-ku. Bo'ldi, oldingiz. Endi mana bu sandiqni ochib, o'zingizga keraklarni oling. Faqat oltindan bo'lsin. Uyga qaytarib berasiz. Ya'ni yangi mahsulotlar kelgandan keyin. Okey, mama. Bitta qilich. Qancha bo'ldi? Sizdan 32 ta. Bo'pti, mana sog' bo'ling, salomat bo'ling. Davay, bo'pti. Endi nima to'g'rilashim kerak? Qayerda kon bor hozir? Mana bu yerda kon bo'lish kerak. Albatta, mana shu yerda kon bor ekan. Mana bu yerda temirlar bor ekan. Okey, qarochi. Yangi qishlog'im o'zimga yo'qotdi hozircha obunachilar. Bu yerda ko'p youtuberlar ham yashar ekan obunachilar. Hozir bu yerdan so'radim va eshitib qoldim. Mayli dedimda. Qarochi deya obunachilar. Qarochi kanalchaga like bosib obuna qo'yinglar. Tanqdan chiqib ketamiz. Bir dona daraxt kerak menga. Bir dona. Endi o'sha yoqqa borib kelishim kerak. Bormayman bu yoqqa, qarochi. Mana bitta chopib olaman bir dona daraxtni. Va buni o'rniga what the heck. Ataki mayli kirib tortdan o'qib olaman. Zo'r bo'ldi ana. Okey. Va baribir daraxt kerak ekan obunachilar. Hozir daraxt chopib kelaman. To'xtanglar, bitta hech yashashimiz kerak. Mana shunda olsam bo'lmaydimi? Bo'lsa kerak balkim. Mayli, hozir bularni ham olaman. Okey. Buni ham olsam. Mana bu qanaqa joy bu? What the heck? Yana shunaqa joymi? Balkim bu yerda ham bo'lsa kerak. To'xtanglar. Rasimga ol. To'xtanglar. Hozir balkim kiramanmi? Qilich olaman. Bak. What the heck? Mana motor yozilgan bor ekan. Mana shu kiyimni kim olsa ham roziman. Buni ham ol. What the heck? Bu qanaqa joy? Bu yerda oldin qanaqadir ritsar yashagan menimcha. Hozir so'rayman men. To'xtanglar. Buni men qarochi yerga topshiraman. Bu kerak emas menga. What the heck? Mana bularni qaranglar, totemlarni. Totem, Ender Pearl. What the heck? Mana bu yerlar kerak bo'lib qoladi. Mana bu ham kerak. Bu kerak bo'lmaydi. Qarochi fakir kerak bo'ladi menimcha. Va bu yerdan chiqib ketaman. What the heck? Ketdik. Bu yerga topshiraman. Qarochi bularni hammasini topshiraman. Nimaga o'zingda qolavermaydimi desanglar, bitta ender qoladi. Men qarochi o'zim bo'yimni tagidan aniq narsani topib oldim. Nima? 50 litrami? Albatta. Voy, mana bunaqa kiyimlarni topib oldim. Qarochi. Bo'ldi qarochi. Bular menga. Va o'zim bo'ldi qarochi, mashinlar. Qarochi, senga mukofot puli beriladi. Pul yo'q-ku. Qarochi, keyingi safar berib yuboraman. Albatta, men bitta kiyib ko'rsam maylimi? Shularni. Yo'q, bo'ldi-ku. Menga polis kerak. O'sha o'yin oldida polis bor-ku. O'sha polis senga. Okey. Endi o'zimga alolar ham olib kelishim kerak. Bo'ldi qarochi.
Bitta daraxt chopib kelsa yo'q, Hani mebel do'koniga boraman obunachilar hozir, короче. Mebel do'koniga boraman. Yo, jitil mebel do'koni katta. Ha, aloy katta. Mana shu uylardan so'rab chiqaman hozir. Mana mebel do'koni mana shu bo'lish kerak. Ya, assalomu alaykum. Siz mebelchi kimsiz? Albatta. Menga короче mana shu mashinalar kerak. Ikkita sandiq va bitta yotoq. Yo'q, uzr. Bitta yotoq oldim va bitta pechka. Va bitta verstak kerak. Va ular bu yerda nima? Ha, bu yerda bo'ldi короче. Bizda qancha bo'ldi? Verstak. Bo'ldi. Ha, bo'ldi, endi menga ovqat kerak emas. Endi u ovqat kerak menga. Birinchi bilan joylashtirib olaman. Lekin ana kiyimlarni yomon bo'ldi-da obunachilar, lekin ana bu kiyimlarni topib olganim zo'r bo'ldi, lekin hozir men sizga dizaynimni ko'rsataman obunachilar. Obunachilar, mana men dizaynim va o'zimga endi ovqat olib kelaman hozir. Okey, ozgina dam olaman, pulimni olay. Yo, obunachilar, mana men короче ovqatimni oldim. Endi bularni oldimga qo'yaman-da, uxlayman, charchab ketdim, realniga. Mana bular ham. Yo, obunachilar, keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salom.